Tobut o'lchamidagi xonani yashash uchun qulay uyga aylantirish. Bu odam 10 yil ko'chalarda tilanchilik qilib, har tangani tejagan. Oxiri u uy olishga pul yig'di, lekin uy narxlari osmonga chiqqandi. U kichik xonani oldi. U shunchalik kichikki, tobut ham sig'masdi. Oyoqlarini cho'zib uxlay olmasdi. Shuning uchun ta'minlashga kirishdi. Derazani olib tashqariga po'lat ramalar o'rnatib, alyuminiy bilan qopladi. Bu xonaning ko'rinishi va qulayligini darhol yaxshiladi. Pastki qismda kiyim-kechak uchun ishlatib, yuqoriga qulay to'shak qo'ydi. To'shak atrofiga yaxshi uxlash uchun yumshoq yostiqlar qo'shdi. To'shakda u ish joyini tashkil qildi. Och qolganda bu ovqatlanish stoli vazifasini orttiradi. Ishlatilmaganda esa u yig'ishtirib qo'yilardi. To'shak yonida zarur narsalar uchun javon va shkaf qurdi. Uning ostiga qulaylik uchun razvedkali ochiq tortma o'rnatdi. Unda lavabo va idishlar uchun ko'p maqsadli shkaf bor. Yonida devorga o'rnatilgan hojatxona va yashirin suv bagi qurdi. Hid va suvni to'sish uchun hammasini alyuminiy bilan qoplagan. Ko'chma pech, shisha ziravor uchun yupqa oynali shkaf qo'shdi. Endi kichik uyda ham oshxona, ham hammom bor edi. Oxirida to'shagining oyog'ida proyektor o'rnatdi. To'shakda yotib film ko'rishi shaxsiy kinoteatrga o'xshaydi. Makon cheklangan, lekin ijod cheksiz.